ATA Animation Studio taqdim etadi. Al-Azhar Islom tadqiqot akademiyasi qoshidagi tarjima tadqiqot markazining diniy va tarixiy nazorati ostida ishlangan. Allohning habibi Muhammad sallallohu alayhi va sallamning siratlari asosida. Allohning habibi Muhammad. Ikkinchi fasl, 10-qism. Maxluqotlarning eng afzali va payg'ambarlarning so'nggisi bo'lgan janob payg'ambarimizning go'zal siyratlarini so'zlab berish va hayotlarini o'rganishni bizga nasib qilgan Allohga hamd va sano bo'lsin. Islom ummati uchun sharaf va iftixor ila o'tgan yillar bo'ylab sayohat etishda davom etamiz. Boshlagan suhbatimizni davom ettirib, hijriy 5-sanaga nazar tashlash uchun yangi eshikni ochamiz. Hijratning 5-yili turli hodisalarga boy bo'ldi. Keling, dastlab Davmatul Jandaldagi voqealardan boshlaymiz. Ey onajon, Rasululloh Davmatul Jandalga borib, karvonlarni talon-taroj qiladiganlarga qarshi jang qilishimiz va bizdan yordam so'rab kelganlarga yordam berishimiz uchun bizga izn berdilar. Betobligingiz uchun yoningizda qolishni istagandim, lekin buni Rasulullohga ayta olmadim. Yo'q, ey Sadr. Yo'q, bolajonim. Men tarbiya qilgan Sa'd ibn Uboda Rasululloh bilan urushga borishdan va muhtojlarga yordam berishdan orqada qolishi mumkin emas. Men yaxshiman, bolajonim. Xavotir olma. Seni kutib o'tiraman. Tez orada sog' salomat qaytib kelishingni so'rab duo qilaman. Bora qol, o'g'lim. Bora qol. Yo'ling bexatar bo'lsin. Onang ahvoli qanday, ey Sa'd? Onam qattiq betoblar. U kishidan xavotir olayapman. Uyda yolg'iz o'zlari. Rasulullohga uzr aytib qolay desam, onam unamadilar. Alloh shifo bersin. Inshaalloh sog' salomat oldilariga qaytib borasan. Hoy odamlar. Rasululloh tayyorgarlik ko'rishimizni buyuryaptilar. Chunki Davlatul Jandalga yaqinlashib qoldik. Sho'rimiz quridi. Davmatul Jandalning holiga voy bo'ldi. Muhammad bizning kuchimiz yetmaydigan qo'shin bilan kelyapti. Qani tezda narsalarni yig'ishtiringlar. Muhammadning qo'shini yetib kelishidan oldin qochib qolamiz. Qo'rqqan narsam sodir bo'ldi. Musulmonlar karvonlarni bemalol talon-taroj qilishimizga qo'yib qo'ymaydilar. Qani tezroq ey odamlar. Sen ham tezroq bo'l ey Hanzala.
Qani tezroq bo'ling. Muhammad bizning kuchimiz yetmaydigan qo'shin bilan kelyapti. Tezroq qoching. Allohu akbar! Allohu akbar! Allohu akbar! Allohu akbar! Musulmonlar Davmatul Jandalga urushsiz kirib bordilar. Mushriklar qochib ketdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qo'shinni shahar bo'ylab tarqatdilar va natijada shaharni karvonlar uchun bexatar yo'lga aylantirdilar. Ey Allohning rasuli, Davmatul Jandallik bir kishi siz bilan ko'rishmoqchi ekan. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ichkariga kirishga izn berdilar. Men Davmatul Jandaldanman, ey Muhammad. Qochib ketishga kuchim yetmadi. Endi meni nima qilasan? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ketishni xohlasang ketaver, lekin agar islomni qabul qilsang o'zingga yaxshi bo'ladi dedilar. Ha, islomni qabul qilaman. Guvohlik beraman. Allohdan o'zga iloh yo'q. Muhammad Allohning rasulidir. Onajon. Qayerdasiz onajon? Onangiz vafot etdi, ey Sa'd. Sizning haqqingizga duo qilayotib joni uzildi. Nima? O'tgan kuni kasali kuchayib ketdi va kecha vafot etdi. Boqiylik yolg'iz Allohga xos, ey Sa'd. Onang seni dunyoga keltirib go'zal tarbiya berdi. U jannatiy ayol inshaalloh. Davmatul Jandalda bo'lgan voqealar Qurayshliklarning g'azabini qo'zg'atdi va ular Rasululloh bilan hal qiluvchi jangga tayyorgarlik ko'ra boshlashdi. Mushriklar Abu Sufyonning uyiga to'planib, nima qilish kerakligi haqida muhokama qilishdi. Badrda Muhammad bilan urushmasdan ortga qaytib ketganingizdan keyin shunday bo'lishini o'ylab, qo'rqib yurgandim, ey Abu Sufyon. Muhammad shunday qilib arablarning sayyidi bo'lib oldi. Sayyidi! Arablarning sayyidi! Arablar undan yordam so'rashyapti. U esa yordam beryapti. Shu tariqa kuchayib ketdi. Qurayshning obro'si esa bir pul bo'ldi. Hozir bo'lib o'tgan xotiralarni eslashning mavridi emas. Muhammadni butunlay yo'q qilish uchun biror narsa qilishimiz kerak. Bu safargi harakatimiz mutlaqo hal qiluvchi bo'lishi lozim. Qurayshning yolg'iz o'zi Muhammadga bas kela olmaydi. Yana ish ochiqligicha qoladi. Bir gal u yutsa, bir gal biz yutamiz. Shuning uchun hamma qabila va jamoalar to'planib Muhammadni bitta hamlada butunlay yo'q qilishimiz kerak. Juda dono fikr. Qoyil. Biror bir rejangiz bormi, ey Abu Sufyon? O'ylab ko'rishim uchun ozgina vaqt beringlar. Keyin rejamni aytaman. Muhammadning Bani Nazirga qilgan ishini
shunday qoldirib bo'lmaydi. Uning bizga tug'dirayotgan xavf-xatari Qurayshliklarga tug'diradigan xavf-xataridan ko'ra ko'proq bo'lib qoldi. Xaybar va Bani Nazir yahudiylari va boshqa qabilalar Muhammad va uning sheriklarini yo'q qilish uchun nima ish bo'lsa ham qilishga tayyor. Muhammadga qarshi urush uchun Qurayshliklar bilan bitim tuzishimiz kerak. Maqsadimiz bitta. Kunlar o'tishi bilan musulmonlarning kuchiga kuch qo'shilyapti. Bu esa biz uchun har taraflama xavfli. Menimcha, Yahudi qabilalari va ruhoniylarimizdan odam tanlab Makkaga elchi qilib jo'natish kerak. Ular Abu Sufyon ibn Harb va Qurayshning boshqa sayyidlari bilan ko'rishib, Muhammad va uning sheriklarini yo'q qilish borasida maslahat qilishadi. Ana shu to'g'ri fikr. Yuringlar. Ertagayoq Makkaga jo'nash uchun tayyorgarlik ko'ramiz. Marhabo, ey Yahudi ruhoniylari va elchilari, xush kelibsiz. Xushvaqt bo'l, ey Qurayshning sayyidi. Bilishimizcha sizlar Quraysh sayyidlari bilan ko'rishish niyatida ekansiz. Muhammad bilan bog'liq masala yuzasidanmi? Ayni damda undan boshqa dushmanimiz yo'q-ku. Quloq sol, ey Abu Sufyon. Biz birlashishimiz kerak. Eng to'g'ri yo'l aynan ana shu yo'l. Qurayshning yolg'iz o'zi Muhammadga bas kela olmaydi. Shuningdek, biz yahudiylar jamoasi ham Muhammadga qarshi kurasha olmaymiz. Shuning uchun o'zaro birlashib jang uchun boshqa jamoalar va qabilalarni ham to'plasak yaxshi bo'ladi. Juda to'g'ri fikr. Biz birlashsak, Muhammad va uning izdoshlari mag'lub bo'ladi. Ey yahudiylar, musulmonlardan oldin avval sizlarga kitob berilgan. Biz bilan Muhammadning o'rtasidagi voqealardan ham xabarlaring bor. Aytinglarchi, bizning dinimiz yaxshimi yoki uning dini? Sizlarning diningiz uning dinidan yaxshiroq va sizlar undan ko'ra haqqa yaqinroqsiz. U holda Muhammad va uning izdoshlari ustidan g'olib bo'lgunga qadar bir tanu bir jon bo'lamiz. Ahvoling qalay, ey Salomon? Anchadan beri ko'rinmaysan. Dunyo ishlari bilan yuribman-da. O'zing qalaysan? Salmon Farsi Fors o'lkasida yashar, uning asl ismi Ravzada edi. U majusiylik diniga e'tiqod qilardi, lekin u keyinchalik Shom va Iroq o'lkalariga ko'chib o'tib, oxiri Madinada qaror topdi. Salmon Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan ko'rishib, islom dinini qabul qildi. Makkadagi voqealardan xabaring bormi? Mushriklar yahudiylar bilan bitim tuzib Madinaga yurish qilmoqchi ekan. Rasululloh vaziyatni o'rganish uchun xufton namozidan keyin hammani yig'ar ekanlar. Ha, albatta eshitdim. Sen ham borasanmi? Albatta boraman. Rasulullohga bir foydali maslahat bermoqchiman. Shoyat Alloh muyassar qilsa. Hamma narsa tayyor. G'atafon, Bani Nazir, Bani Sulaym va boshqa qabilalar biz bilan birlashadilar. Madinaga yurish qilib, Muhammadga qarshi jang qilish uchun to'liq tayyormiz. Mening ismim Huay ibn Axtob. Bani Nazir yahudiylarining kattasiman. Men Quraysh va uning ittifoqdoshlarini batamom qo'llab-quvvatlayman. Muhammadga qarshi jangda bor kuch-qudratimiz bilan ishtirok etamiz. Lekin bilasizmi? Nima lekin ey Huay? Bir reja bor. Agar shuni amalga oshira olsak, Muhammadni butunlay yo'q qilamiz. Qanday reja ekan? Bani Qurayza yahudiylari agar bizga qo'shilsa,
Muhammadni har taraflama qamal qilib olar edik. Lekin Bani Qurayza qabilasining Muhammad bilan ahdnomasi bor. Hamma gap shunda. Yaqin kunlar ichida Bani Qurayzani o'z safimizga qo'shib olishga ko'ndirishimiz kerak. Bu ishni menga qo'yib bering. Sizlar esa Madinaga yurishga tayyorgarlik ko'ravering. Makkadagi xabarlarga qaraganda Haybar va Bani Nazir yahudiylari Quraysh bilan bitim tuzibdi. G'atafon va Bani Murra qabilalari ham ularning ittifoqiga qo'shilishibdi. Hammalari tez orada Madinaga yurish qilishmoqchi ekan. Endi nima qilamiz ey Allohning rasuli? Payg'ambarimiz Makkadagi vaziyat yuzasidan kerakli qarorni qabul qilish uchun Madinadagi muhojir va ansorlarni xufton namozidan keyin to'planishga buyurdilar. Bismillahirrahmanirrahim. Mehribon va rahimli Allohning nomi bilan boshlayman. Kufr keltirganlarga tezda mag'lub bo'lursizlar va jahannamga yig'ilursizlar. U qandoq ham yomon joy deb ayt. Sizga to'qnashgan ikki firqada ibrat bor edi. Bir firqa Allohning yo'lida urushadi, boshqasi kofirdir. Ular o'z ko'zlari bilan dushman o'zlariga ikki barobarligini ko'rib turardilar. Va Alloh kimni xohlasa o'shani o'z nusrati ila qo'llar. Albatta, bunda aql egalari uchun ibrat bordir deb ayt. Oli Imron surasi 12-13 oyatlar. Film islom.uz portali buyurtmasiga binoan o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimonlar: Olimxon Qodirov, Muslima Qodirova. Ilmiy muharrir Abdulazim Ziyovuddin. Dublajda artistlardan Mahmud Ismoilov, Boyir Xolmirzayev, Barno Qodirova, Laziza Azizzoda, Azizxon Latipov, Abdujabbor Fayziyev, Ahror Alijonov, Baxtiyor Yusupov, Ixtiyor Otajonov, Yorqin Ernazarov, Behzod Muhammadkarimov ovoz berishdi. Dublaj rejissyori Ulug'bek Shoynazarov. Ovoz rejissyori Bahrom Mamedov. Rejissyor assistenti Davron Madiyorov. Ma'mur Abror Yahyoyev. Prodyuser Abduvohid Sattiyev. Ijodiy guruh rahbari Ismoil Muhammad Sodiq. Filmda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining Qur'oni Karim va o'zbek tilidagi ma'nolar tarjimasi kitobidan foydalanildi. Ikkinchi fasl 10-qism tugadi.